Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun 6-darsni takrorlab o'tamiz. Sababi 6-dars videoroligini YouTube'ga yuklab olmadi. Uzoq bo'lib ketganmi, qanaqadir muammolar bo'ldi, xullas yuklash imkoni bo'lmadi. O'shuning uchun 6-darsni bugun takrorlab o'tamiz. Xo'p, 6-darsimizda biz tuples mavzusi bilan for sikli mavzusini o'tgandik. Hozir qisqa qilib tushuntirib ketaman. Tuples bu Pythonda bunday ro'yxatlar tuplesda yuritiladi. Xo'p, boshlamoqchimiz ekan. Dastur yaratish davomida o'zgarmas ro'yxat tuzish talab qilinishi mumkin. Pythonda bunday ro'yxatlar tuplesda yuritiladi. Tuple ichidagi qiymatlar bir marta dastur boshida beriladi. So'ngra o'zgartirib bo'lmaydi. Listdan farqli ravishda tuple e'lon qilinishda kvadrat qavslar o'rniga oddiy qavslar ishlatiladi. Xo'p, bu yerda imloda xatoliklar bor. Chunki bu internetdan ko'chirilgan ma'lumot. Xo'p, endi men buni tushuntirib o'tgandim va boshqatdan tushuntirib ketaman. Xo'p, bizning oddiy ro'yxatimiz, ya'ni listimiz mana bunday to'rtburchak qavsda yozilardi. Tuples bo'lsa, mana bunday oysimon shaklidagi, yarim oysimon shaklidagi qavslar bilan yoziladi. Tuplesning asosiy farqi, listdan asosiy farqi tuples ro'yxatni haligi dasturni boshida beriladi va o'zgartirib bo'lmaydi buni. O'chirib ham bo'lmaydi, qo'shib ham bo'lmaydi, sug'urib ham bo'lmaydi narsalarni. Faqat ro'yxat o'zi bor. Indekslar bilan chop etishimiz mumkin yoki qaylardadir ishlatishimiz mumkin. Endi misol uchun, xo'p, bu kodlarimizni o'chirib turamiz. Bu yerda hop 0-indeksdan 3-indeksgacha bo'lgan elementlarni chiqarib berish kerak. Ya'ni kuchukdan bo'lgan qoplongacha elementlar chiqarib berish kerak, lekin bizdan kuchukdan kelgacha chiqarib beradi. Chunki 3-indeksni olmaydi. Ya'ni demoqchimanki, 3-indeksgacha bo'lgan dars elementlarni oladi, ya'ni 3-indeksni o'zini olmaydi. Agar 3-indeksni o'zini ham olish kerak bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerga tur yozishimiz kerak. Tur yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, 3 yozamiz va buni run qiladigan bo'lsak, mana aytib o'tganimizdek 3 ta kuchuk, mushuk she'rlarni chiqarib beryapti. Endi xo'p, biz aytib o'tganimizdek, bu yerda shu oddiy tuples ko'rinishda chiqarib beryapti. Endi bularni faqat elementlar nomlari bilan, kuchuk, mushuk she'rni o'zini nomi bilan chiqarish kerak. Hozir demoqchimanki, oldiga o'tgan darslarimizda aytganimizdek, ko'paytirish amalini qo'yamiz yulduzdan. Buni qo'yadigan bo'lsak, ana shu elementlarni o'zini chiqarib beradi bizga. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bularni tuple shu narsadan iborat bo'ldi. Tuple xuddi shu. Boshqa narsasi yo'q menimcha. Boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa ham keyingi naqalarda o'rgatib ketaman agar esimga keladigan bo'lsa. Endi for'ni tushuntirib ketaman tezlikda. Endi biz olaylik. Bizda mehmonlar degan ro'yxat bor. Uyimizda tug'ilgan kun qilyapmiz misol uchun. Tug'ilgan kun kelish kerak bo'lgan mehmonlarni biz bitta listga jamlab oldik. Aziz, Jasur, Oybek, Hasan, Olim. Xo'p, bu yerda 5 ta element, 5 ta odam ismi bo'ladigan bo'lsa, endi biz bu yerda for siklini qanday ishlatamiz? For bu o'zi inglizchadan to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilganda uchun degan ma'noni anglatadi. O'zi aslida for yozilish jihatdan mana bu yerda aytganmiz. Xo'p, for o'zi yozilishdan avval for'ni o'zi yoziladi. Xo'p, x qo'ysak, avval for'da yoziladi. Endi for'da birorta alohida o'zini o'zgartiruvchisi bo'ladi. Esa juda ko'p qo'llaniladigan kitoblarda ham, kodlarda ham juda ko'p qo'llaniladigan o'zgaruvchi bu i. I o'zgaruvchisiga olyapmiz-da, endi in buyrug'ini kiritamiz. In. Endi o'zimiz birorta o'zgartirishimiz, misol uchun a ro'yxatimizda sonlar bo'ladi. 1 1 2 3 4 5 deb ro'yxat ochib oldik. Endi for'da o'zini alohida o'zgartirishi va o'zimiz kiritgan alohida o'zgaruvchi bor. O'shani kiritib turib yozsak bo'ladi. Shart bersak bo'ladi. Xohlagan shartimizni yozaveramiz indan keyin. Endi bu yerda tushunishimiz kerak bo'ladigan narsa, shart yozib bo'lganimizdan keyin har doim for'dan keyin ikkita nuqta qo'yiladi. Обязательно bu narsa bo'lishi kerak.
Endi xuddi shu narsani biz bu yoqqa ko'chirganmiz. Mana mehmonlar degan ro'yxatga o'sha ismlarni yozib chiqqanmizda keyin for'da yozib ketganmiz. For buni o'zini o'zgaruvchisi, in buni tarkibga kiradigan bu ham bitta operator bo'lishi kerak. Nomi operatormi ekan? Shunga o'xshagan narsa edi. Keyin o'zimizda bitta o'zgaruvchimiz. Ya'ni listga teng bo'lgan o'zgaruvchimizni yozib oldik. Endi pastiga yozamiz print qilyapmiz. Buni vazifasi nima? Mehmonlar ro'yxatidagi har bitta elementga mana shu birma-bir teng bo'lib chiqadi. Ya'ni bu yerda tushunish qiyin bo'lgan narsa bor. Men aytmoqchi bo'lyapmanki, mehmonlar ro'yxatida qanaqadir elementlar bor deylik, ya'ni ismlar bor. Endi bu ismlarimiz har bittasi alohida ga teng bo'ladi. Birinchi azizdan boshlaydigan bo'lsak, for azizga teng bo'ldi. Fordagi o'zgaruvchisi azizga teng bo'ldi. Va pastida print aziz, print qildik, azizda chiqarib beradi. Endi yana boshqatdan qiladi. Endi keyingisi Jasurga o'tadi. Fordagi o'zgaruvchisi Jasurga teng bo'ladi. Jasurni ham bu yerda print qilganimizdan keyin yana keyingisiga o'tadi. Keyingisi bo'lib eng oxirgi element tugatgandan keyin dastur o'zi ish faoliyatini nima deydi? Dastur o'zining vazifasini bajaradi, avtomatik o'chadi. Endi forda biz qisqa tushuntiradigan bo'lsak, aylanish, ya'ni takrorlanish deb tushuntiradigan bo'lsak bo'ladi. Demak, forda birorta o'zgaruvchiga bu mehmonlar nima deydi? Mehmonlar o'zgaruvchiga har bitta element birma-bir teng bo'lib chiqadi. Endi buni run qiladigan bo'lsak, mana xuddi aytib o'tganimizdek, birinchi Azizni chiqardi, keyin Jasurni chiqardi, keyin Oybek, Hasan, Olim. Mana ketma-ket har biriga teng bo'lib turib, har birini chiqarib bo'lgandan keyin, Olimni chiqarib bo'lgandan keyin dastur avtomatik to'xtadi. Ko'ryapsiz-a? Qaysi joyi tushunarsiz bo'ldi. Endi kimni tushunmagan bo'lsa, guruhda yozadigan bo'lsa, albatta tushuntirib o'taman. Menimcha qiyin narsa emas, lekin tushunmaguncha, tushungandan keyin oson narsa bo'lib qoladi bu ham. Endi buni o'chiramiz, pastdagi kodiga o'tamiz. Xo'p. Endi o'zgaruvchisini alohida bir mashina so'ziga tenglab oldik. Endi biz bu mashina so'zini 8 marta yozib chiqishimiz kerak. Shunaqa yozib chiqishimiz kerak bo'lib qoldi. Ko'pchilik yozadi print, mana print ichiga yozadi. Mashinada 8 qator yozib chiqishni o'rniga 8 qator yozib chiqishimiz o'rniga biz range buyrug'idan foydalanamiz. Har doimgidek, xo'p, o'zgaruvchiga tenglab olyapmiz va o'zi bu yerda bo'lishi ham shart emas, lekin qoidasi bo'yicha yozilishi kerak. Range ya'ni 8 marta chiqar degani, bu to'g'rimi? Range avval tushuntirib o'taman ekan. Range bu takrorlanishlar soni. For necha marta takrorlanishini range orqali bildiramiz Pythonga. Mana misol uchun bu yerga 8 yozadigan bo'lsa, demak bu yerga 8 marta mashina so'zini chop etib berish kerak. Mana yursak, mana aytib o'tganimizdek 8 marta mashina so'zini chop etib berdi. Xo'p. Endi menimcha range ham tushunarli, bu murakkab narsa emas edi. Endi bizga bu narsa kerak bo'ladi. Endi bu nima? Range 1 dan 12 gacha deb kiritdik. Demak, a soni 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlarga teng. 12 gacha, ya'ni 12 ni o'zi kirmaydi. Demak, 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlar a ni tarkibiga kiradi. Bu listni boshqacha yozish usuli. Biz odatda bu list o'rniga bunday yozardik. List ochalardikda 1 dan 11 gacha yozib chiqardik. 2, 3, 4, hokazo 10, 11. Xuddi biz shunaqa yozib chiqardik. Shuni qisqaroq varianti, ya'ni boshiga list deb yoza olamiz. So'ng range yozib 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlarni olasan deb buyruq kirsak, xuddi shunga teng bo'ladi. Xo'p, menimcha bu ham tushunarli. Endi 1 dan 12 gacha bo'lgan raqamlarga teng deb oldik va for ishlatyapmiz bu yerda yana. For in a. Demak, tepada aytib o'tganimizda xuddi shuni ma'nosi.
A'ni har bitta elementiga alohida i teng bo'lib chiqadi. Misol uchun, birinchi operatsiyada, ya'ni birinchi ishida 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi 2 ga teng bo'ladi. I. Har bitta takror aylanishida har bitta elementga teng bo'lib chiqadi. Endi biz buni hop grafik orqali tushuntirib beraman. Hozir oynani qo'shib olamiz ekan. Hop, grafik orqali keyinroq tushuntiramiz ekan. Hozir qo'shib bo'lmadi. Chunki syomka ketayotgan edi. Hop, bu yerda tushuntirishga davom etaman demak. Har bitta elementiga teng bo'lib chiqib ketgandan keyin har bitta elementini kvadratga oshiryapti bu yerda. Demak, bu kodimizda ma'nosi 1 dan 12 gacha bo'lgan sonlarda har bittasini har alohida qatorlarga kvadratini olib chiqishdan iborat. Demak, buni rang qiladigan bo'lsak, mana 1 kvadrati 1, 2 2 4, 3 2 9. Xuddi shunaqa qilib 11 dagi 121 bo'lyapti. Demak, dastur to'g'ri ishlayapti. Xo'p, endi buni ham o'tdik. Endi pastiga bu menimcha murakkabroq narsa, keyingi darslarda o'tamiz. Chunki hozir menimcha ma'lumot yetarli bo'ldi. Yodlab olish ham qiyin bo'lsa kerak. Buni qisqacha tushuntirib ketaman. Xo'p, bu yerda birinchi so'rayapti do'stlar sonini. Misol uchun tug'ilgan kunga birorta do'st aytmoqchi bo'lsak, unga ro'yxat tuzyapmiz. O'sha ro'yxatdagi nechta do'stingiz bor deb so'rab olyapti avval. 6 ta do'stimiz bor. Buni ishlatib turaylik-da. Keyin bu yerda misol uchun 6 ta do'stimiz kiritadigan bo'lsa, demak 6 marta input qilib, do'stlarimizni har bittasini bitta so'rab oladi. So'rab turib, m degan listga tenglab oladi o'zini. Va m degan listni oxirida marta chiqarib oladi. Qisqaroq aytamiz. Mana qisqaroq aytadigan bo'lsak, nechta do'stingiz bor degan joyga 3 ta yozamiz. Misol uchun Ali, Vali, keyin Olim. Olim ketadigan bo'lsa, mana uchovini bitta list qilib chiqarib beryapti bizga. Xuddi shuni vazifasini bajaradi, batafsilroq keyingi darsda ko'rsatib beraman. Xo'p, menimcha bugungi 6-darsni yakunlaymiz. Xo'p, endi 7-darsga o'tamiz.